Assalamualaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar tinchlikmi? Men Memetjan qurbonidan manglarga ochiq salom. Tan saqliq kanalimga hoş geldinglar. Oldin qatim litseyimda hazm qilish bölümü asosan tugatdim. Andan keyin shu suallar hali ko'p tushdi hozirgacha. Shunga bölüp hamda bu bir qatimdan ham savollarga javob berib qilsam bak vaqt ketadi ekan. Shunlashqa her qatimda 5-6 savolni qilib o'zimniki shu qarindoshlarga javobini berdim. Shundaq bo'lsin, shu ko'pchilik bilan billa albatta isminglarni demayman-da. Shuningda shu tushgan savollarga javobni qanday berganligim, undan keyin shu to'g'riliq yana qanday savolinglar bor, shu orqali bir mangsam deb o'yladim. Shunga hamda bu hem suallarını koygan qarindoshlar qat'iy xapmaysizlar, balkim sizlarni muamda ismini atashim ham bir hisobda hurmatsizlik deb o'ylayman. Shunlashqa shu qarindishimiz, bir qarindishimiz deb desam bo'ladi. Shunlashqa hamda savollarga bir javobni boshlab qilsam, boshda bir savollarni o'qitay, undan keyin bir-birlab javob bersam, andan keyin qanday yana savollar bor. Buni men endi hozirdan boshlab shu qatimqi videodan keyin qaritib yozib mangdim. Shunlashqa eng dastlabkilarga asta-asta keldi demoqchi. Shu mazmunda menikini demabdi deb qolmanglar demoqchi. Bir qarindoshim bunday savol so'rabdi. Mening bir do'stim uzun mazgil o'ruqlۇtuş doriси yeganlikdan cho'ng tirat ravon bo'lmaslik kasalligiga giribdor bo'lib qopti. Yap-yaş turupla dori yemasa tarab kelmaydi ekan. Sizingcha buningga unumli bir dorisi bormidi debdi. Andan keyin yana bir savol, yana bir qarindoshimiz tomoqni salli ko'p yeyolsam, qo'soq ko'pidi. Haftada bir cho'ng tarat keltiradigan haftada bir qatim tarat keltiradigan dori yegandan keyin undan keyin haftada bir qatim cho'ng tarat keladi. To'g'rimi xato debdi. Undan keyin uchinchi savol, yana bir qarindoshimiz ئېغىز پۇراش haqida so'zlab bersangiz, tishimni har kuni cho'tkalayman. Ashqazonim yaxshi, ammo yanala puroq bor. Biroq puroq kuchli emas, lekin maska taqqandan keyin bilinadi debdi. To'rtinchi savol, bir qarindoshimiz debdi, o'ng tarafni besib yotsam uzun yotolmayman. Ashqazonim rohatsiz bo'ladi. Nima sababdandir? Shundoq bo'ladi debdi. Undan keyin 5-chi savol, qo'yning meyini foydali ham o'ruqlutadi dedingiz. Quyruq maymi yoki dumbi maymi? Burun quyruq mayning foydasini bek ko'p deb anglagan. Qaysi? Rəhmət debdi. Andan keyin 6-chisi, ashqazon asti bezi nima deb qaradab qoladi? Doim tomoqni jiq yeyish yoki tiz yeyishdan qardash sabablari bo'lamdi degandek savollar hamda. Shunlashqa hamda vaqt sababidan bularga men hamda albatta yana ko'p savollar tushdi. Shu vaqt chiqarganda hamda amal bor ham savollarni bir-birlab shunday ko'pchilik bilan o'rtoqlashish deb o'yladim. Shunga hamda javob qilsam bularga. Undan keyin bir-birisi eng oxirida savol, qanday qilganda tushni ko'may uxlag'ili bo'ldi deb savollarni tushiribdi hamda. Shunlashqa bularga men javob bersam hamda o boshda birinchisi shu mening bir do'stim uzun mazgil o'ruqlۇtuş dorisi yeganlikdan cho'ng tarat ravon bo'lmaslik kasalligiga giribdor bo'lib qopti deganga javob bersam, albatta men davomli so'zlaydiganim bu doriniki har qanday dorining aks ta'siri bo'ladi. Shunlashqa aks ta'sirini doktormi hamda doktor bo'g'ichimi aks ta'sirini tushuntirib qilgan doktorlar haqiqatan oz. Aks ta'siri bo'lsa darhol dori degan to'xtatadi yoki bo'lmasa miqdorini ozlatadi yoki bo'lmasa boshqa dori almashtiradi. Uning aks ta'siri 2-3 kun ko'rildi odat dorilarning. 3-4 kun ko'rilmasa bir haftaga ko'rilib bo'ladi. Albatta uning natijasi ko'rilib bo'ldi, ammo aks ta'siri ko'rilgan hamon darhol doktorga ko'rangan yaxshi. Men bu qarindoshimga shunday javoblarni berdim. Shunday amal bor doriga yaqinlashmasin. Yaqinlashqa bu dori degan aks ta'sir bo'ladi. Cho'ng taratni
hamda amal bor suvni ko'p ichib berish, taxlab berish, undan keyin qo'saqqa issiqlik o'tkazib, qo'saqni soat istilkisi bo'yicha soat istilkisi bo'yicha deganimiz cho'ngcha men darslarimda so'zladim. Kichikcha aylanib kelib, cho'ngcha kelib, cho'ngcha edim. Bundaq soat istilkisi bo'yicha cho'ng taraf mangdi. Shunlashqa soat istilkisi bo'yicha silab bersin. Anandan keyin kechda yotadigan vaqtida bu bir dasqa yilman suvni elib 15-20 minut cho'ng taraf maqatni shuning chilab o'tirib bersa, cho'ng taraf yo'l orqali suv simirdi. Üçüymüzçü, üçey qurup ketkendan keyin shunaq bo'ladi. Shunlashqa dorining ta'siri, qarindishimizning o'zidimi sabab ham bir hisobda. Bu o'ruqlayman deb hadidi hisobsiz o'ruqlaganlarni ko'rib turmiz, anglab turmiz. Shunlashqa bu ilmiy asosda qilganimiz yaxshi. Men bu qarindishim shunday javob berdim. Buning unumlik darisi hamda unumlik darisi bir hisobda tamaqni amal bor az yeyish, miqdor ko'p bo'lsa-mu asta yeyish. Men davomli deydiganim shu. Shunlashqa hamda cho'ng taraf ravon bo'lmasa haqiqatan cho'ng taraf qavziyat degan nihoyat eg'ir bo'ladi odatda. Men bu cho'ng uchayni so'zlagan chaqdim so'zladim. Shunlashqa bu jihatlarga diqqat qilsanglar cho'qim yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Andan keyin ikkinchi savolga tamaqni sal ko'p yeyolsam, qo'saq ko'p ketadi. Haftada bir qatim shu tarat keltiradigan dori yesam tarat kelmaydi debdi. Buningga javob qaytarib qo'ydim bu qarindishimga. Bu qo'saq ko'pishmi ko'p qarindoshlar bo'ladi ekan. Bo'libmi shu ochiq chuchuk narsalarni ko'p yegan qarindoshlar ko'proq bo'ladi ekan bu. Shunlashqa amal bor. Shu qo'saq ko'pishniki hamda ochiq badan tasa yegan yaxshi, ammo bir hisobda bu shuna alomat ko'rilgan vaqtida cho'qim nafsimizni besib, bu ochiq chuchukni bir mezgil tashlab, qilgandan keyin taratlar ravon bo'lgandan keyin undan keyin azozdan boshqalar yegan chog'da albatta yegimiz keladi, o'zimizning ko'ngil topgandan keyin. Shunlashqa azoz yeb bergan yaxshi, ammo shu bak ochiq narsalarni yevatsimi odamning qo'saq ko'pish darhol ko'p bo'lgan ahvollar bo'ladi. Andan keyin yana bir qarindishimizning savoli shu ئېغىز پۇراش haqida so'zlab bersangiz. Tishimni har kuni cho'tkalayman. Oshqoznim yaxshi, ammo yanala puroq bor debdi. Demakchi, men shu oshqozon nima ئېغىز bo'shlig'idagi 3 cho'ng ba'zini so'zlagan vaqtida men aniq degandim. Har qanday odam uxlagan vaqtida, attigan turgan vaqtida bizningki badnimizning ichidagi ajratmalar har xil suyuqlik ajratib chiqaradi. Albatta, ئېغىزning bo'shlig'idagi 3 bazmi har xil enzimlarni ajratib chiqaradi. Enzim degan shundaq purug'i bir hisobda shunchalik sesiq puroq desak bo'ladi, kislotalik kuchlik deymizmi? Shunlashqa ئېغىز purash har qanday odamda attigan turgan vaqtlar bo'ladi. Andan keyin tishni cho'tkalab har qancha cho'tkilisimi shu yana puraydiganlar bo'ladi ekan. Ammo bunikimi har xil sabablar bo'ladi. Oshqozon yaxshi bo'lgan bilan tarat yaxshi bo'lmaydigan ahvollar. Masalan, 3 oy to'sib qolish, 1-2 kun tarat kelmasimi ئېغىز puraydigan ahvollar bo'ladi. Andan keyin tishni masala bo'lsa-mu, tish qurtlab ketgan ahvollar bo'lsa-mu, anda-munda purashlar bo'ladi. Shunlashqa bu burun bir kinolarni ko'rgan, shu Hollywoodniki bir kinosi bor. Shu hatto tilidan tortib cho'tkalaydiganlar bor ekan. Amerikaning kinosi ayni vaqt kichik vaqtlar ko'rgan. Hayron qolgandim shu vaqtdami. Demakchi, har qanday odamniki shunaqa puroq bo'ladi. Puroqni hamda har xil usullar orqali oldini olish. Buni chuqur davolayman deyamaymiz. Oldini olib turadigan gap demakchi. Andan keyin bir qarindishimizning savoli shu o'ng tarafni besib yotsam uzun yotolmayman, oshqoznim rahatsız bo'ldi debdi. Hamda payg'ambar tibobatida so'zlagan, payg'ambar tibobatining kitobini o'qib bergan chog'da degandim. Ko'pincha o'ylayman payg'ambarimiz o'ng tarafini besib yotdi deganlarni isbotlab chiqargan materiallarni ko'pincha o'ylab bilamiz. Albatta so'l tarafni bossak, so'l tarafda yurak bor. O'ng tarafni qilsak, haqiqiy asos bor. O'ng taraf qilgandan keyin o'ng taraf oshqozonniki chiqish eg'izi 12 barmoq uchiga tutishadi. Shunlashqa rahat yotamiz. Ammo bu qarindishimiz balkim semizarak bo'lishi mumkin, balkim jigarda sal masala bo'lishi mumkin.
o'ng tarafda jigar bor. Anandan keyin shu tallarning nima qovurg'ini orasidagi nervlar bek sezgir keladi. Shu nervlardagi ta'siridimi rahatsiz bo'lgan ahvollar bo'ladi. Cho'qim o'ng tarafda yotish shart emas. Ammo biz uxlab qolgandan keyin o'ng yotimizmi, so'l yotimizmi uni bilib bilolmaymiz. Uxlab bo'ldi degan beshitimiz sezmaymiz. Shunlashqa tamoq yeb bo'lgandan keyin ba'zi ko'pincha o'ylayman tamoq yeb bo'lgandan keyin uyqumuz keladi. Darhol uxlab olganlar bo'ladi. Ammo tamoqdan keyin 1 soat eng oz degancha 1 soatdan keyin uxlagan eng yaxshi. Anandan keyin bir qarinishimizniki savoli qurban etdi men qo'yninki go'shniki qo'y go'shtining qanchalik foydali temir moddasining qanday mo'lligini so'zlagandim. Shuning asosan qo'ygan savol ekan. Qo'yning mayni foydali ham o'rxiltidi dedingiz. Quyruq maymi yoki dumbi maymi debdi. Men dedim endi menmo birim angan shu quyruq may qo'yning quyruq mayi bo'lib shu bel og'rish, anandan o'ltirg'ish nervlarniki og'rishlarga ta'sir qildi, yaxshi bo'ldi deganni men burun anglab, sinab baqay deb quyruq mayni ayni vaqtida topolmagan o'quvchi vaqtlarimda hamda. Ammo bir hisobda hamda o'ylab baqsam bu mayniki bo'lib qo'yning har qanday mayi foydali deb o'ylayman o'zim shaxsan. Shunlashqa bu qarindishimga ashunaq javobni qaytardim. Hamda quyruq mayni albatta hamda quyruq mayni tepish ta'sir bo'lg'achqa foydaliqdi. Ammo boshqa may qismlarimi o'zi kuchli roli bor deb o'ylayman. Anandan keyin oshqozon asti bezini so'zlagan chaqda bir qarindishimiz savol so'rabdi. Oshqozon asti bezi nima deb qaradab qoldi? Doim tomoqni jiqish yoki tizish Muşning sababimi debdi. Men shu oshqozon asti bezini so'zlagan chaqda aniq degandim. Bu qaradab qolishning sababi faqat bu oshqozon asti bezlam badandagi bir a'zo qaradab qoldi degan gap, uning qon aylanish bormi degan, qon bormi degan gap, oksigen bormi degan gap. Oksigen bormi degan gap bu qaradab ketdi degan gap, o'ldi degan gap hisoblanadi. Shunlashqa masalan bu oshqozon asti bezi qaradab ketib, men u misollar orqali bir kasallikni misolni aniq deb berdim shu vaqtdami. Qor nasli degan gap butunlay qordan chiqdi degan gap, shunlashqa uni tozalab evitimiz. Oddiysi vatanda bo'lgan ishlar bu masalan to'nglab qoladigan, qo'l ushib qolish deymiz, o qo'l putlari ushib qolib qaradab ketadigan kasallar. Nima putini kesadigan ishlar bo'ladi. Qaradab ketdi degan gap uning amali yo'q. Qon aylanishimi yo'q, qonmi borib qolamaydi. Bormag'achqa shuni qaradab ketadi-da uning. Birdan bir asosiy. Shunlashqa bu undan keyin shu doim tomoqni jiq yegandan keyin ya tizishdan qaradamdi. Undaq degan gap emas. Men shundan so'zladim. Albatta, hamda jiq yegandan bo'ladi, ammo tizishdimi bo'lmaydi deb o'ylayman. Nima deb degan chaqda oshqozon hamda darsimda so'zladim, buni takrorlab qo'yay. Osti yeyish eng yaxshi ish. Jiq yesangiz bo'pti, ko'p miqdor ko'p bo'lsa-mu osti yeng. Osta yegandan keyin tishimizga yaxshi, tishimizning roli bo'ladi. Anandan keyin osti yegan sari bu tomoqning ta'minini tetaymiz. Anandan keyin mingimizdan bir xil hormon ajratib chiqarib, bo'ldi qil, sen to'yding degan bir xil signal keladi ekan. Osti yegandan keyin-chu. Shunlashqa azroq tomoqni to'yib qoladi ekan odam. Ishamisanlar sinab baqinglar, men bularni bak sinayman haqiqatan. Shunlashqa shu osti yeb berish eng yaxshi ish. Biz Uyg'urlarda bo'libmi, voy agish degan bundaq osti yemdim, mis andaq mundaq degan gaplarimiz bor. Voy bo'ri deb qo'yamiz kichik vaqtlarda. Ammo nayt yaxshi bo'lmagan odatlarimizga bir hisobda shunlashqa osti yeyish kerak. Bir kunda 4-5 qatim, 5-6 qatim yesingizmi, vaqt chiqarib azozdan, asta yesa bo'ladi. Agar jiq yeb ketsangiz, mush oshqozonga yug'rab ketdi degan gap, oshqozon asti bezi degan gap ko'tarolmaydi. Oshqozon mushu ba'zi mundaq bo'lsa, oshqozon ustida turdi, uni bosadi degan gap. Shunga o'xshash shuni tushuntirdim darsimda. Bosgandan keyin qanday qildi? Masalan, bir yana ching besib qo'lingizni masalan oddiysi ching bir nim bilan bog'lab etsangiz qon aylanish mangmaydi. Mangmagandan keyin qo'l oqirib oxir qarib ketadi. Shunga o'xshash ish. Shunga bu oshqozon asti bezimi shuning uchun qarayib ketadi.
Anandan keyin bu oxirgi savol, qanday qilganda tush ko'rmay uxlag'ili bo'ladi deb bir qarindoshimiz yozibdi. Buniki bu qarindoshimga javob berib qo'ydim, ammo bu tush ko'rishni ayt bir sirliq ishlar deymizmi? Men bilib ketmayman deb javob berdim, ammo bu tush ko'rmaslikniki birdan bir usuli o'zingizni aldirash qiling. Anandan keyin amal bor badan jihatdan. Badan jihatda harsa, masalan, yugurish deymiz, har xil mingish deymiz, tiz mingib bir yerga o'zini hardir badan jihatda harg'inlik his qilgandan keyin tabiiy uxlasa, undan keyin tush ko'rmaydi ekan. Anandan keyin bu tush ko'rish, tushniki ham bir usuli, tush ko'rmaslikning ham bir usuli. Atdiganda Bayağı Facebook'umda sözlerimde unutup kapma şu aktif energiya doğrusu sözgen. Etdigende o'rningizdan turgancha saat qancha bo'lishidan qat'iy nazar, etdigan birinchi qatim ko'zingizni ochganchada o'rningizdan turib keting. Ko'pincha o'ylab 5 minut, 10 minutdan keyin turib ketaychi deb soatni to'g'rilab qo'yib, yana uxlaymiz. Shu 5 minutning ichida tush ko'rib, shunchalik harg'in bo'lamiz. U hammalarning beshini o'tgan ishlar. Men uni ko'p sinab, oxiri yangdim desam bo'ladi. Ko'zim ichilgandan keyin turib ketaman. Shunlashqa ko'z ichilib ketgandan keyin shu dopamin deb bir xil hormon ajratib mingimiz shunday aktiv energiyalik bo'ladi ekan. Shunlashqa shu tush ko'rmaslikniki har xil usullari. Anandan keyin bu tush degan qanday bo'ldi degan chog'da men o'ylamda bilib bilmay turmiz degandek bir esa bu tush degan shu kallaga bak ta'sir qilib ketgan, sho'hib ketgan, yomon qattiq ta'sir qilgan yaxshi ishlar. Anandaki yama ishlar tushga kirdi ekan. Anandaki erlarning tushi bilan ayollarning tushi o'xshamaydi ekan degandek har xil qiziqarli ishlar bor ekan. Shunga hamda bugun mana 17-18 minut so'zlabdiman. Shunlashqa bu savollar hamda shunchalik shu hozirgi menga 1 yil bo'lib qoldi mana YouTube'ga. O'sha yergacha bo'lgan hamda ba'zi savollar tushib qolgan bo'lishi mumkin. O'zim ham shu uchirganmış suallarını YouTube'ning ostiga tushgan. Andan keyin Facebook'im, Messenger'im kelyapti, WhatsApp'im kelyapti. Shunga ba'zi unutilib qoldi ishlar bo'ladi. Unutilib qolgan bo'lsam, yozib qo'ysanglar boshqadan, mening ma savolimga boshqadan javob bering debchi, eskartib qo'ysanglar cho'qim qilaman. Javob berishga tirishiman. Shunlashqa har qatlam shu savol-javoblar degan chog'da shunday butun qarindoshlarniki savollarga javob berib, ko'pchilik bilan teng o'rtoqlashishni loyiq ko'rdim. Rəhmət əmsə, bugün müşünçilik sözləy. Hər vaxtınla xeyirlik olsun. Xeyir xoş.